Hem Nurgullar mana shu Vusoning yo'lbosini o'ttirgan ko'rishini so'rgan Raslan Sherik Ömekning rast yo'lbosini birini aytgan. Endi shu Buyda nomli asarninki rejissyorlar guruhiga yenilik Runzo Daoyan deb gumpida rejissyordan bir kelish kerak-ku. Harakat film rejissyori shu vaqtdagi eng dangliq harakat film rejissyori Yuan Hopingni taklif qilgan. Bu Yuan Hopingga bu dangliq rejissyorga shu vaqtda bu kelgandan keyin beshnim uqmaydigan kalvadat artistlarning hammasi eng katta gumpozlarga aylanib ketganda bu yerda nurg'unlik qarasang tishon ishlatadi nurg'unligi harakati manda chiqarsa deb o'gtib hamsi biraqla dangdar gumpoz qilayotgan mendan yomon olib ketdi shunga o'ylar. Endi nurg'unlar mana shu Vusoning yo'lbosini o'ttirgan ko'rishini so'rgan. Endi naq mash ko'rinishning rostlik chilligini oshirish uchun Raslan Sherik Ömekning rast yo'lbosini birini akitgan. Akilib buning bilan bu rolni oldigan, bu jarayonni tutgandan keyin hamda anchunchalik uzdigan, o'ykishdigan, besishdigan rolni bo'lgandan keyin Sherik Ömekning arxivlaridan so'rasimi, qilib turgan teatlar deb bu so'ng rolchiga darhol bo'shanib turibdi-chu. Darhol bo'shanib o'tibdi, aniq o'lib ketib qolsang deb. Uning keyin fangdayi kaydirib qo'ygan. Uni fangdayi ham badanni qo'g'digan bilan u yo'lbos uyan ishlamaydi deb pattandan boshqalar oldigan nima. Shuning bilan endi mana Vusoning yo'lbosini o'ltirgan mana jarayonini pek test etgan. Ya'ni har bir qitim yo'lbos bilan pomdaqlashib, aslida ko'ndirilgan yo'lbos o'smi, garchi qo'rqitdi. Yo'lbos tursa qilib pomdaqlashib, shunday voqealarga yo'l kelgan darhol yo'lbosni boshqurgan serishlik bu yo'lbosni tutib oldi-ku, uni keyin yolg'on yo'lbosni aklib, urg'aga unaldi-ku, keyingi manaldi-ku, ashta kichik yo'lbosni to'xtamay almashtirib yurib, 2 kunda bu jarayonni tugatibdi-ku. Shuning uchun bizga bu konsul bo'layotganlik yo'lbosni o'ltirgan jarayonning rostdak tuyg'u bagini dalmishadi. Endi bu konsul bo'layotgan yana bir eng mo'chirnimi naqsi shunami? Bu naqsning asli tekstsel boshqacha ekan, to'qmash asarga moslashtirilgan. Keyin bu yerda tekstni texnik taraqqiyot guruh o'zgartirib olgan ekan. Mushu xavqanga hammasiga yarg'an. Ya'ni buni tunji qatim aytib bergan qanday bo'lib ketsanlar tayyor qilgandan keyin filmdan chiqib tamoq yeb, pijut o'ldiga vaqtda qo'yibdi bu naqshchi. Hammasidan g'ingshib bu aytibdi. Asli aytganda qaytirmasdi-ku. Hey, buvaga yo'qkan to'q. Artistlar mayada maychi tamoq yeb o'ldirib, anaqshin g'ingshib, ashtirin yalg'ondan aytib shunga voy manday saq texnik meyvat chiqdi deb o'zgartirib shunda bo'pti-ku bu ish. Endi bu Konsul Buyda nomli asar shuning bilan shundaq ming jafoda 4 yil suratga ilinib 1998-yili rasmiy qo'yilgan. Shunga hozirgacha ko'sak zerikmaydigan jingan bir film bu. Konsul Buyda nomli asarga qiziqadigan mashhur savol bor do'stlar. Kelgusi bo'yidan kirsanglar davomli qarang ishlaymiz. Qo'yimcha qo'yishni unutmanglar. Rahmat.